Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Menga yaxshi turdinglarmi? Bugun biz ayrim bir video ishlash to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni asli olam yaratilish 45 bab mazmunini tayyorlayotgan, uning ichidagi bir nuqta biz izchil ham ta'kidlayotgan nuqta bilan bog'lanishlik munosabatini zich bo'lgan bir nuqta bo'lg'achqa bu tema, bu nuqta ustida hammamiz bir qatam ayrim tafakkur qilib, o'ylanib, tushunchamiz bo'lsa texim yaxshi bo'lg'idek degan xiyol bilan ayrim bir tema qilib buni ishlashga to'g'ri kelib qoldi. Yeni 45 bobda asli bir qatim deb o'tish deyish masala bo'lsa, mazmun bo'lsa, Yusufning qarindoshlari Yusufga bo'lgan qarindoshlarning Yusufga qilgan qilmishlari bularning munosabati to'g'risidagi mazmunlarni biroz ko'rish orqali shakllangan bir nuqta edi. Ham shunala bu nuqta sizlar hozir ko'rayotganinglar bo'yicha Xudo bilan bo'lgan munosabat va shundoqla bizning ijtimoiy munosabatdagi bog'lanishlik. Ya'ni men izchil, ya'ni dastlabda olamning yaratilishi toki birinchi bobda mazmunni boshlagandan boshlab gunoh to'g'risida so'zlanganda bo'lsin, gunoh insonlar kirgandan keyin Xudo bilan bo'lgan munosabati buzilgandan keyin inson ham Xudo bilan bo'lgan munosabat buzilishi bilan tang birga ijtimoiy munosabat, ya'ni odamlar orasidagi munosabatga ta'sir qildi deb turib, buni ham shu vaqtda biz munozara qilgan vaqtlarda bo'lsin, savol qilgan vaqtlarda bo'lsin, biz deb o'tgan bir masala edi. Ham shundoqla biz izchil olam yaratilishi toki birinchi bobdan hozir 45 bob mazmunga alik shu jarayonlarda biz Xudo bilan bo'lgan munosabatni izchil ta'kidlab kelyapmiz. Xudoni izchil bizning qalb to'rimizga, qalb taxtimizga o'tirishning naqadar muhimligini, bu Xudo bilan bo'lgan munosabatning bizning hayotimizga shu qadar cho'ng ta'sir qilganligini, hatto bizning munosabatimiz ta'sir qilganligini biz izchil ostuli bo'lsin, har qatimliq mazmunda bor, shuni ta'kidlab kelayotgan edik. Shuning uchun shundoq ayrim bir programma qilib, ayrim bir mazmun qilib bir qatim ko'rib o'tsak ham yaxshi bo'ladi degan maqsad bilan Xudo bilan bo'lgan munosabat, shundoqla bizning ijtimoiy munosabat ikkisi o'rtasidagi bog'lanishlikni bir qatim ko'rib o'tishimizga to'g'ri kelib qoldi. Şu an ben bayam deb o'tganimdek, yine 45 bab mazmundagi Yusuf va akalardagi munosabat, ya'ni akalarning shu mijoz xarakteri, akalarning Yusufga muomil munosabatlari orqali va shularni biz tafakkur qilish orqali, analiz qilish orqali, ya'ni ularning mijoz xarakteridagilarni bo'lsin, mayli psixikalik jihatdagi bir qancha tushunchalarni biz o'ttirib qo'yish orqali, ko'rish orqali biz ham o'zimizning psixikalik holatimizni, ahvolimizni bir oddiygina ko'rib chiqalaydigan bir mazmun deb o'yladim. Shuning uchun biz bugungi mazmun orqali, bugungi mazmunlarni ko'rish orqali o'zimizni, ya'ni bu munosabat degan Xudo bilan bo'lgan bizning Xudo bilan bo'lgan munosabatimiz, ham shundoqla Xudo bilan bo'lgan munosabatimiz qanday bo'lsa, bizning insonlar bilan bo'lgan munosabatimizga zich bog'lanishlik dedim, ta'sir qildi dedim. Shuning uchun bu Xudo bilan bo'lgan munosabat bilan ijtimoiy munosabat bo'lsin va yoki oiladagi munosabatlar bo'lsin, o'zaro bog'lanishlik, ya'ni aylanib turdi, bir butunlik bilan aylanib turdi. O'zaro ta'sir qildi degan o'xshash aylanib turdi emasmi? Shuning uchun bizning Xudo bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshi bo'lsa, oilamizdagilar bilan yoki farzandlarimizga bo'lgan munosabatimiz ham yaxshi bo'ldi. Ota-onamiz bilan bo'lgan munosabatimiz ham yaxshi bo'ladi. Agar bizning Xudo bilan bo'lgan munosabatimiz buzilgan ahvol ostida, bizning ham ijtimoiy munosabatdagi bizning nimamiz ham buziladi. Farzandlarimizga ham biz shunday yaxshi tarbiyalan qilishni xohlaymiz, umid qilamiz, yo'q, lekin shunaqmi farzandlarimizga biz o'zimizmi bilmagan asosda yaxshi bo'lmagan ta'sirlarni, yaxshi bo'lmagan tarbiyalarni, o'rnaklarni qoldirib qo'yishimiz bo'lib qolishi mumkin. Shuna ya'ni nim demoqchi degan vaqtimizda bu munosabat, Xudo bilan bo'lgan munosabat butun bir nim bo'lsa o'zaro ta'sir qilgan munosabat demoqchi. Ya'ni biz bayam Yusufning akalarining munosabatlari, ya'ni mijoz xarakterlari orqali dedik emasmi? Ya'ni Yahuda va akalari Yusufni biz izchil dedik, ya'ni ular Yusufga, ya'ni Yusuf bosh vazir emasmi? Yusuf degan vaqtida yana bir inimiz o'z o'lib ketdi deb izchil o'lib ketdi degan nimasini ko'rgan edik. Chunki ular o'zlarining qilgan ishini, ya'ni Yusufga suiqasd ishlagan emasmi? Suiqasd ishlab otasiga bo'lsa Yusufni yovvoyi hayvonlar yeb ketgan o'xshaydi deb turib, to'nini qonga melab oladi emasmi? O'zlari bo'lsa boshqalarga o'zining gunohini
suiqasdini, shu xatoligini yo'shirish uchun boshqalarga yuzini o'ldi deb tunishtirdi emasmi? Shunga o'xshash, mushundaq biz o'zimizning xatoligimiz, o'zimizning nuqsonlarimiz, gunohlarimizni boshqalar oldida oshkorlashni xohlamaydigan, boshqalar oldida e'tirof qilishni xohlamaydigan bu psixikalik munosabat, psixikalik holat. Bu tabiat har bir insonning o'zida bor. Buni biz amdan o'ylab baksak, har bir insonni borlig'ini biz bayqay olamiz. Bo'lib insondagi o'z gunohini yo'shirish yepish xarakteri. Özünün xatoligini, ojizligini, nuqsonlarini yepish uchun hatto yolg'on ishlarni o'ydirib, yolg'on gaplarni o'ydirib chiqadi emasmi? Yolg'on bir yolg'onni gap boshlagandan keyin izchil yolg'on so'zlash boshlanadi degan o'xshash. Yolg'onni tug'dirdi emasmi? Shunga o'xshash, ya'ni o'zining xatoligini, o'zining nuqsonlarini yo'shirish uchun boshqa oldida shu yolg'on gaplarni qilib turib, o'zini ap qochadigan, o'zining tabiatini, o'zining nuqsonlarini ap qochadigan shunday ahvollar bo'ldi. Shunday boshqalarning ko'zini bo'yaydigan, hatto shuna yolg'on so'zlab o'zini yo'shirib, boshqalar oldida o'zini oshkorlashdan, o'zining aslidagi xatoligini, tabiatini va yoki ojizliklarini, kamchiliklarini iqro qilishdan qo'rqadigan, e'tirof qilishdan qo'rqadigan, shunday bir ahvolni biz gunohdan kelgan qo'rqinish deb qaraymiz. Nima uchun buni gunohdan kelgan qo'rqinish deb qaraymiz degan vaqtimizda sizlar qaytadan olamning yaratilishi biz 2-3 boblarni so'zlagan mazmunlarni gunohning paydo bo'lishi, insonlarsiz gunohning paydo bo'lishi degan mazmunni qaytadan anglab chiqsanglar, ham shuni 4-bob Qobil bilan Qobilning mazmunini anglab chiqsanglar, gunoh paydo bo'lgandan keyin Havo ona bilan Odam otadagi birinchi ifoda nima bo'ldi? Xudodan o'zini yo'shirish bo'ldi. O'zining gunohini yo'shirish bo'ldi. O'zining qilganlarini yo'shirish bo'ldi. Ham Qobil va Obilning qaysi qarsaqmi o'zining inisini o'ldirib o'tgandan keyin Xudoning inin qani degan vaqtda men inimni qo'li ismidem deb uningdimi shunaqa yo'shirish, yolg'on so'zlash degan ifodalar keldi emasmi? Ya'ni chiqdi emasmi? Shunga o'xshash biz gunoh, ya'ni Xudo bilan bo'lgan munosabatning buzilishi, biz Xudoning huzuridan aydalgandan boshlab, ya'ni Xudodan keladigan tinchlikni biz yo'qotgan bo'lamiz. Xudodan ayrilib qolganda biz ya'ni gunohning qullig'ida o'tgan vaqtimizda, shu gunohkor tabiatga o'tgan vaqtimizda, shu gunohning ichida ya'ni biz Xudodan ayrilib qolgan, Xudo bilan bo'lgan munosabatimizdan ayrilib qolgan bo'lg'achqa, gunohning qullig'i ichida ya'ni qulluq bir tabiat, qulluq bir ideya, qulluq bir ko'z qarash, qulluq bir obraz, shu narsa bizning qalbimizni, bizning tabiatimizni egallab turib, bizning ya'ni Xudo bilan bo'lgan munosabatimizdan ayrilib qolgan, ayrim qolgandagi shu nimamizdan foydalanib turib, bizga ya'ni o'zimizga bo'lgan tunishimiz, o'zimizning kimligimizga bo'lgan tunishimiz shularni g'uvolashtirib yetadi. Ya'ni Xudo bilan bo'lgan munosabatimiz yiroqlashgan sari bizning o'zimizning asli Xudoning yaratishdagi maqsadi, bizni yaratib, bizga bo'lgan irodasidagi, bizning mavjudligimizdagi shuna bo'lgan tunishlarimiz, shuna bo'lgan tushunchalarimizni g'uvolashtirib yetadi. Ya'ni qorong'ulik, bizning qalbimizni, bizning ko'zlarimizni qorong'ulashtirib yetadi. Biz o'zimizga bo'lgan tunishimiz, o'zimizning mavjudligimizga, qimmatimizga, ya'ni chunki Xudo bizni so'ygan bo'lg'achqa, Xudo bizni nihoyat so'ygan bo'lg'achqa, bizning bilan shu ulug'liqdan, mehr-muhabbatdan bahralanish uchun bizni yaratgan, yer yuziga qo'ygan emasmi? Buni afaslaysan xatni o'qisanglar, bu tushunsizlar ham shunalar. Biz hozir qonun shariatini masalan kunda o'qiyapmiz, shu mazmunlarni o'qib chiqsanglarmi, anglasanglarmi, izchil Xudoning ta'kidligini, Xudo sizlarni so'ygashga, Xudo sizlarga bog'lagan muhabbati bo'lg'achqa degan so'zlarni aytib ko'p uchraydi. Shunga o'xshash, lekin biz Xudodan ayrilgan vaqtimizda, Xudodan yiroqlashgan vaqtimizda o'zimizga bo'lgan tunishimiz bo'lsin. Albatta Xudoga bo'lgan tunishimiz g'uvolashish bilan birga o'zimizga bo'lgan tunishimiz ham shunday g'uvolashidi. O'zimizga bo'lgan, o'zimizning qimmatimizga bo'lgan, o'zimizga bo'lgan shu obrazimiz bo'lsin, tunishimiz bo'lsin g'uvolashgan sari o'zimizga bo'lgan, o'zimizning kimligimizni bilmagan sari o'zimizning qanday mavjudlikda ekanligimizni, nima uchun mavjud bo'lib turayotganligimizni bilmagan sari, g'uvolashgan sari bizning o'zimizga bo'lgan shuna ishonchimiz bo'lsin, o'zimizga bo'lgan tunish
turmushimiz bo'lsin yo'q bo'lgan seri o'zimiz yana shuna nurg'un andisha, tashvish, qo'rqinish bo'lsin, o'zimizni boshqalar bilan solishtirish bo'lsin va yoki o'zimizni doim boshqalarga isbotlash, ya'ni o'zimizning muhimligimizni, o'zimizning alohida o'rin ekanligimizni, o'zimizning iqtidorli ekanligimizni, o'zimizning qimmatli bir mavjudot ekanligimizni doim buni isbotlaydigan shuna bir isbotlash xarakteri bilan boshqalar bilan raqobatlashadigan va yoki o'zimizdan ustun o'rin turgan, ya'ni ustun o'rin deganimiz o'zimizdan iqtidorli yoki o'zimizning yaxshi boshqa jihatlarda bo'lsin yaxshiroq bir narsa ko'rgan vaqtimizda ular bilan raqobatlashib hasad qilib dushmanlashadigan shuna bir tuyg'u kayfiyat anglar paydo bo'lib qolgan shunday narsalar bo'ldi. Shuning uchun biz buni ya'ni munosabat odamning psixikalik bo'lgan buna shakllari, psixikalik ahvollari bo'lsin. Bularni biz ham bizning ya'ni ilohiyat bo'yicha ham nihoyat yaxshi tafakkur qila olamiz. Buni normal psixologiya bo'yicha normal psixologlarning nimasini anglasanglar, ular faqat inson markaz qilib, inson tabiatini, inson jasoratini yaxshilash uchun yer yuzidagi bir narsalarni qo'llanib turib qilgan bilan, lekin biz ilohiyat sohasida ham psixik shunas, ya'ni psixolog bir doirasi bor, bir fan, bir turi bor. Ya'ni bular ya'ni ilohiyat, ya'ni Xudo bilan bo'lgan insonlarning munosabat orasidagi shu narsa bilan insonning psixologik ahvollarini, psixologik tabiatini, shularni nihoyat yaxshi to'g'ri bo'lgan haqiqat bo'yicha analiz qilib bergan bir usullar bor. Shuning uchun yana bundaqmi nimalar bor ekan degan sizlarning tunishinglar paydo bo'lishi uchun bugungi mazmunni ham tayyorlashga to'g'ri keldi. Biz ham buni tafsiliy emas, ham qisqa oddiy bir ko'rib o'taylik. Ya'ni bayon qisqacha deb o'tganga o'xshash, ya'ni insonning Xudoning huzuridan gunohi sababidan ayrim qolganligi shu sababidan, ya'ni Xudodan yiroq qoldi emasmi, gunoh sababidan. Shu gunoh sababidan, ya'ni shu gunohkor tabiat insonga singandan boshlab, ya'ni gunohkor insondagi shu gunohkor tabiat insonda nurg'un, ya'ni qulluq, ya'ni chunki shaytonning ozdirishi, shaytonning shu nimasi bilan shaytonning bo'yintirqiga tushdi emasmi inson. Shunga gunohdan kelgan qulluq ideya, gunohdan kelgan qulluq obraz bo'lsin, qulluq tabiat bo'lsin. Shuna narsalar inson o'ziga bo'lgan tunishini, ya'ni Xudoning insonni yaratgandagi nihoyat qimmatli qilib yaratgandagi, Xudo insonni nihoyat muhim va qimmatli qilgan emasmi? Zaburni o'qisanglarmi, Davud payg'ambarning degan inson nimadi? Sen onu shu qadar ustun qo'yg'idek degan o'xshash farishtalardan ham birozlam ustun qo'yding degan o'xshash munojatlar bor. Shunga o'xshash, ya'ni Xudo insonni shu qadar muhim qilib yaratgandiki, shu qimmatni, ya'ni shu tunishini, o'ziga bo'lgan shu tunishini yo'qotdi emasmi? Xudo bilan yiroq qolganligi uchun, Xudo bo'lgan tunishi ham yiroqlashganligi uchun. Shunga Xudo bilan bo'lgan munosabat yiroqlashgan sari o'ziga bo'lgan munosabatmi, ya'ni o'ziga bo'lgan tunishimi mahumlashadi, ya'ni qorong'ulikda o'zi bo'lgan sari qorong'ulikda qoladi degan gap shu. Shuna o'ziga bo'lgan mahum bo'lgan tunish, o'zini tunimaslik, o'ziga bo'lgan tuvan ishonch, ya'ni o'zini tuvan ko'rish, boshqalardan tuvan ko'rish bo'lsin, o'zini tuvan ko'rish. Doim boshqalar oldida o'zini yuqori ko'rsatishga. Chunki o'zi bo'lgan tunishi yo'q, ya'ni o'zining qadr qimmatini, o'zini naqadar Xudo uni naqadar muhim qilib, Xudo uni qo'ygandiki, Xudoni chaqirgandiki, Xudoning uning ustidagi irodasini bilmagan bo'lg'achqa, o'ziga bo'lgan tunishi bo'lmag'achqa, shunga o'zini boshqalar bilan solishtirish, boshqa odamlar bilan solishtirish shunday ishlar kelib chiqadi emasmi? Shuning uchun boshqalar oldida o'zining muhimligini, ham shuna o'zining muhimligini, qadr qimmatini, Xudo uni qimmatli yaratgandagi shu qimmatini tonimagan bo'lg'achqa, boshqalarning oldida o'zining muhimligini, o'zining qadr qimmatini, shundaqlam o'zining deymiz qimmatli bir inson ekanligini bildirish, ko'rsatishga, o'zini ko'rsatishga urindigan, ya'ni o'zining naqadar iqtidorli, muhimligini, alohida o'rin turganligini, shundaq o'zini alohida o'rin qo'yishga, boshqalardan ustun o'rin qo'yishga, shundaq ya'ni shundaq bir nimalarga urindi. Ham shunaqla bunday ahvollarda boshqalarning oldida nuqsonlarning, ojizliklarning ifodalanib chiqishidan, ko'rsatilishidan ham qo'rqadigan, qochadigan, aksicha yana bir ifodasi nima desa, aksicha boshqalarning kamchiligini markazlashtirib, boshqalarning ojizligini markazlashtirgan, boshqalarni ham atrofidagilarga shunday bir odam to'g'risida atrofidagilarga ham
shunday bir nachar eski deb turib eski bo'lgan mijasini boshqalarning ojizligini ochadigan boshqalarning aybini ochadigan shunday bir o'sal ko'rsatadigan o'zini bo'lsa yaxshi ko'rsatadigan shunaqa tabiatlar ifodalar kelib chiqadi ham shunaqlik qana desa o'zini biza ustunlarak o'zini qobiliyatligarak shunaqa odamlarga uchrashgan va shunaqa odamlar ko'rgan vaqtida bo'lsa yoki o'zini qobiliyatligarak odamni iqtidorli bilimli yoki boshqa jihatlardan ustun bo'lganlar bilan uchrashib qolgan vaqtlarda bo'lsa ular bilan ular hasad qildigan va shuna ular o'sh ko'radigan yoki raqobat engi va yoki dushmanlik engi shundoq bir a'loni keltirib chiqargan ahvollarmi bizning munosabat jarayonida tabiatimizda ifodalanadigan shunaqa ifodalar borligini biz ham esga olamiz. Shuna o'xshash biz bayon dedik, ya'ni Xudo bilan bo'lgan munosabat, Xudoning so'ziga bo'lgan, Xudo bilan bo'lgan munosabatga bo'lgan yiroq qolgan ahvollarda, Xudoning so'zidan yiroq, Xudoning tarbiyasidan yiroq qoladi. Bizni yaqin fan nasihatlarda bo'lsin yoki ibroniylar izlan xatlar qarasanglar, Xudoning tarbiyasi sal qarma degan gap bo'lsa, Xudo o'z so'yganlarini tarbiyalaydi. Erxilishlar orqali tarbiyalaydi degan so'zlar bor. Ya'ni Xudo o'z odamlarini tarbiyalab, ularni hayotlik yo'lida yetaklaydi degan so'zlarni biz fan nasihatlarda va keyin haqidagi ibroniylar izlan xatlar qarasanglar bor. Shuna o'xshash Xudoning insonlar Xudoning so'zidan yiroq qolgan munosabat bilan Xudo bilan yaqin bo'lgan munosabatning ifodalarini biz ijtimoiy munosabatimizda bizning hayotimizga qanday ta'sirlan qiladi degan narsani biz texmo cho'nqur tushunishimiz uchun, ya'ni tushunishimiz uchun biz buni bizning insoniyatga, ya'ni inson ijtimoiy munosabatimizdagi ahvollar bilan bo'libmi, oila munosabat bilan biz misol ya'ni ko'rish orqali misol keltirib ko'rish orqali biz buni texmo cho'nqur tushuna olamiz deb o'ylayman. Ya'ni tushunishimizga osonroq bo'ldi deb o'yladim. Shuning uchun biz qarab baxsak, ya'ni oila muhitida bolalarning o'y fikrlari, qarashlarini hurmatlaydigan, izzatlaydigan, ya'ni bolalarni hurmatlab, boshqa bolalarning qarashlarini hurmatlaydigan shunaqa ota-onalar bor. Masalan, bolalarniki o'zining qarashi o'zining kishilik qarashi olsun, munosabat qarashi olsun, o'zining nimani tanlab, nimani yoqtirib, nimani yoqtirmaydigan bunday narsalar 3 yosh kirgichalik, 3 yoshdan boshlab ham allabirun aniqlash ketadi. Ularning ideyasi deymizmi? Xohishi. Bir narsa yemsa desa yo'q yemayman, bir narsa olamsan desa maningga amroq, mani olman degan o'shash, ani qilmayman, mani qilman degan o'shash ularniki qarashi, o'zining xohishi aniq ifodalanadi deydi. Shunga lekin shundaq 3 yoshdan boshlab, ya'ni shundaq kichik vaqtdan boshlab ularning so'zlariga, xohish, istaklariga, ularning qarashlariga ularning tanlashlariga bo'lsin, ularni tarbiyalashda ularning tanlashining to'g'ri yoki xatoligini, masalan, to'g'ri qilgan bo'lsa, ularni doim maqtab turib va yaxshi qilding deb turib. Agar xato narsani shuna tanlamoqchi, qilmoqchi bo'lsa, uningga to'g'ri xatoning nimaligini, ya'ni nimasi to'g'ri asli, nimaning to'g'ri, nimaning xatoligini shuning uchun bu xatoni qilgan vaqtida qanday oqibatlarga kelib chiqadiganligini aniq deb turib, bolaga tanlash huquqini berib turib, uning huquqini hurmatlab turib, xato qilgan vaqtida uning o'zining qilgan qilmishining mas'uliyatini o'taydigan degan o'xshash nima deymiz. Har bir inchki masalalarda bolalar bilan bo'lgan munosabatdimi bir personal munosabat. Yani ularning fikrlarini, o'y fikrlarini o'zaro hurmatlab turib, fikrlashtirib, bolalarning qalbidagini tushunib turib, ular bilan paranglashishni bilib, bunday bir yaqin munosabatni qilgan ota-onalar bor. Bolalar bilan shunday yaqin munosabat, zich munosabat o'rnatib, bolalar bilan fikr almashtirib bergan, oilada cho'ng bo'lgan bolalar bilan, ya'ni aksicha, bolalarning o'y fikrini, xohish, istaklari bilan qaramasdan bir narsa olmay desa, yo'q, bo'lmaydi desa, yana birini tutmay desam, yo'q, qilma, uni qilmay desam, yo'q, qilma deb turib. Shunaqa endi deymiz, bolalarning unday o'y fikrlariga pisand qilmaydigan, balki ota-onalar o'zining xohish, o'zining qarashi, o'zining tarbiya usuli bilan ham bolalarni tarbiyalaydigan ota-onalar bor. Mana shundaq, ya'ni ikki xil oilani biz misol keltirsak, shundaq o'zining o'y fikrlari, xohishlari hurmatlanib, to'g'ri xatolikni aniq tushuntirib, logikalik holatda ularga tushuntirib, oq-qorin farq etoladigan qilib kichikdan boshlab bunday bir logikalik usulda tarbiyalab, hurmatlab, fikrlarini hurmatlab, paranglashib, zich munosabat bolalar bilan zich munosabat, yaqin munosabat o'rnatgan ota-onalar bilan shunday ota-onalarning bolalari ham tarbiyalagan bolalari bilan bayon degan o'xshash xohish istaklari ularning hurmatlanmay, ular bilan fikr almashtirish bo'lmasdan,
cho'ng qilingan bolalarning ham mijozida ham ko'rinarli farq bo'ldi. Ham shular yana bir xil usul bo'lsa, bolalar nimdisi shuni qilib beradigan, nimdisi shuni qilib beradigan da'vatida deb turib, quvvatida deb turib tazi moddiy narsalarni, moddiy jihatdan bo'lsin, bolalar nimdisi shuni qilib beradigan bolalarningmi mijoz xarakterida ham boshqacha bir ifodalar bo'ladi. Lekin unda qilib bergan bolalarda tafakkur jihatdan bo'lsin, analiz qilgan jihatdan, tushunish qobiliyati jihatdan bo'lsin, yetarlik holatda yetarlik bo'lmaydigan ahvollar kelib chiqadi. Ya'ni bayam deganimizga o'xshash oila muhiti va tarbiya jihatdan bayam degan o'xshash, ya'ni bolalarni hurmatlab, fikrlarini hurmatlab, ularning tuyg'ularini tushunib, ularning nima o'ylayotganliklarini tushunishga tirishib qilgan, bolalar bilan zish munosabat o'rnatgan bolalar bo'lsa, o'ziga bo'lgan ishonch tuyg'usi eshitdi, o'zini ifodalashga mohir keldi. Boshqalar oldida o'zining qarashini, xohishlarini ifodalashga mohir keldi-da, erkin holatda, qo'rqmasdan, dadillik bilan o'zining nima demoqchi bo'lganlarini ifodalaydi. Oilasi bilan ham fikr almashtirish, bolalar bilan hem shunaqlar ota-onalar bilan tushunish orqali qurgan shu quyuq va zish munosabatdan kelgan ularning qalbida bir xil tinchlik tuyg'usi, doim tinchlik tuyg'usi bo'ldi. Ya'ni doim yo'lanchiq qilib, nima deymiz, oqidan qo'llab turgan kuchli bir qo'llayotgan, yenimda menga doim yorilib, menga doim menga hamdamda bo'lib, meni qo'llayotgan, menga ishonch ato qiladigan, doim meni yenimda turib rag'batlantiradigan birisi bor degan o'sha shunday bir tinchlik tuyg'usi, doim xushal bo'lgan shunday tuyg'ular paydo bo'ldi-da. Ham shunday boshqalarni ham, shunday o'zini ham e'tirof qilishni biladi bunday bolalar. Boshqalarning ortiqchiliklari bo'lsa, yaxshi qildingiz, ajab yaxshi deb turib ularning ortiqchiliklaridan o'rganishga tirishadi. Ham shunday o'zini bo'lsa, men bunday qila olmaydi ekanman, lekin bunday qila olmaydi ekanman, men bu tarafdan yana biza to'liqlasam bo'g'dak degan o'xshash o'zini tushunishga, o'zini ham tushunishga mohir keldi-da, e'tirof qildi. Shuni degan o'xshash boshqalarning ortiqchiliklarini ortiqchilik deb turib, maqtab turib, ortiqchilik deb hisoblab turib, o'rganadigan shunday ongni boshqalarning kamchiligini sazoy qilmasdan, to'g'ri tushunadigan, hatto kamchiliklarida yordam qiladigan shunday bir ongni, shunday bir tarbiyani yetildirib, sog'lom bo'lgan bir xil ijtimoiy munosabat qurib chiqa oladigan bolalar bayam degan o'xshash ota-onasi bilan bo'lgan munosabatdagi shuna zish munosabatni, fikr almashtirgan munosabatni, ota-onalarning hurmatlashini erishgan bolalarda bunday ifodalar kelib chiqadi. Endi nima uchun ota-onalar bilan bolalarning munosabati orqali biz o'zimizning ham Xudo bilan bo'lgan munosabatimizni ko'rib yetalaymiz degan vaqtimizda, Xudo bilan yaqin munosabat bağlığanlarda bo'lsa, Xudoning so'zini ko'rish orqali, Xudoning so'zi orqali kunda o'zini Xudoning oldida yangilash orqali, ya'ni bunaqlar bo'lsa Xudoning oldida o'zining kamchiliklari bo'lsin, o'zining borlig'ini Xudoning oldiga olib keldi. Xudoning so'zi orqali yangilanib, kunda yangilanib mangdi bunaqlar. Shuning o'xshash Xudo bilanmi, ya'ni zich va quyuq munosabat qura oladiganlar Xudoning irodasini, yetakligini va o'zining masalalarini, o'y-fikrlarini doim Xudo oldiga olib kela oladi. Shunday Xudo bilan yaqin munosabatni qurganlarda bo'lsa, Xudoga bo'lgan cho'nqur tushuncha, Xudoning irodasiga bo'lgan ham cho'nqur tunish, Xudoning yetakligini anqira oladigan bir yo'ruq, bir ochiq bir qalb bo'ldi. Xudo oldida o'zining kimligini ham to'liq tushunib yeta oladi. Ya'ni Xudoning dastlabki insonni shu qadar bayam ichildiq, shu qadar qimmatli qilib o'zining obrazida yaratdi dedik emasmi? Shuning o'xshash Xudo bilan shuna personal munosabatni bog'lay olganlar bo'lsa, Xudoning oldida o'zining haqiqiy, ya'ni Xudodan haqiqiy ayminishni, Xudodan haqiqiy qo'rqishni shunaqla Xudoni texmi cho'nqur tushunib, Xudoning so'zi orqali o'ziniki gunohkor tabiatini, o'zining mijoz xarakteri gunohkor tabiatlarini bo'lsin, Xudoning oldiga kelib, Xudoning so'zi bilan, Xudoning qudrati bilan, Xudoning kalomi bilan o'zini yanglashni bilalaydi bundaqlar. Shuning uchun bunday odamlar har kun e'tiqodi bilan texim o'sib yetildi. Har kun e'tiqodi bilan, Xudoning so'zi bilan, o'ziga bo'lgan cho'nqur tunishi bilan, Xudodan kelgan tinchlik men bayon dedim emasmi? Ota-onalar bilan munosabat qilgan bolalar o'zlari bir tinch qalb paydo bo'ldi dedim emasmi? Xudo bilan yaqin munosabat o'rnatganlar ham Xudodan kelgan tinchlik
qalbini shu qadar cho'nqur tinchlik bosadi. Bu xil tinchlikni Rabaysam deydi, maslahat taqila amonlikni, ya'ni tinchlikni, dunyoning har qanday nimalar olib ketamaydi deydi emasmi? Shunga o'xshash, bunda tinch bo'lgan vaqtida bayam dedi emasmi? Ota-ona har vaqt men qanday ish uchursam, ota-onam ya'ni keyinda menga yorilib bo'layotgan, meni qo'g'dayotgan, menga yordam qilgan birisi bor degan bir tinch tuyg'usi bolalarda paydo bo'lganga o'xshash, Xudo bilan yaqin munosabat o'rnatganlar bo'lsa, mayli dunyoda qanday ishlar paydo bo'lsin, yuz bergan bo'lsin, Xudoning ammiy qodirligi, ya'ni dunyodagi har qanday ish Xudoning qo'lida ekanligini to'liq tushunib yetalaydi. Xudoning huquqini to'liq tushunib yetalaydi emasmi? Ana shu ammiy qodir. Yer yuzini yaratgan Xudo bilan yaqin munosabat o'rnatgan bo'lg'achqa, dunyoda har qanday yuz bersimi o'zining Xudoning qo'ynida, Xudoning bag'rida shu qadar tinchlik ichida turganligini ham his qila oladi. Shuning uchun hayotida qanday ishlar yuz bergan bo'lishini qat'iy nazarini osonlik tamtarab, o'diqib, qanday qilmay deb turib kayfiyatini kontrol qilolmaydigan ishlar yuz bermaydi, oson yuz bermaydi. Ya'ni o'zini Xudoning oldida, Xudoning so'zi bilan har doim qalbidagi tinchlik bilan ishlarga Xudoning so'zi bilan qaralaydigan bo'ladi. Undan bo'lsa biz yana aksicha, ya'ni oiladagi munosabat yana abayam 3 turli munosabatlarga o'xshash munosabatning yana bir tarifi bo'lgan, uyda ota-onasi bilan o'zini cho'nqur munosabat bog'lamagan, ota-onasi tarafidan bolaning ko'z qarashi, xohishi, istaklari hurmatlanmagan, ota-ona tarafidan e'tirof qilinmagan bolalar jamiyatda ham o'zini tuvan tutadigan, o'zini va boshqalarni ojizlik va yoki ortiqchiliklarini shuna hurmatlamaydigan, shuni yaxshi bo'lgan qarash bo'lmagan, aksincha boshqalarga hasad qiladigan, boshqalar bilan raqobat, hatto dushmanlik eng kuchli bo'ldi degan emasmi? Ham shuna asonlar bundaqlarniki intildigini, bundaqlarni qiziqtirdigini, yoki bundaqlarni butunlay niqiyotgan narsa nima desam, bundaqlar asonlar moddiy narsalar, masalan pul bilan va yoki o'zining qobiliyati bilan shunday narsalar, ya'ni ko'z ko'rinadigan narsalar bilan o'zining qimmatini, hurmatini isbotlashga urinadigan bo'ldi. Masalan, mol dunyo bo'lsin, masalan, mol dunyo, bunday jiq narsalarim boy yoki bunday jiq narsalarim bor, bunday narsalarim bor degan o'xshash qizlar bo'lsa, sirtqi qiyofat, sirtqi go'zallik, kiyim-kechak degan o'xshash narsalar bo'lsa, balkim qizlar bilan erlarda albatta farqli holatda paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni texnika bo'lsin yoki ko'p kishilarning o'zini boshqalarning oldida maqtashiga, e'tirof qilishiga, boshqalarning oldida o'zining ko'p maqtashlarga erishishiga, boshqalarning o'zini cho'rdab, shuna e'tirof qilishidan, maqtashidan huzur oladigan, e'tirof qilishidan huzur oladigan, boshqalarning o'zini e'tirof qilish uchun tirishadigan, ya'ni odamlarning maqtashiga, odamlarning yaxshi bahosiga erishish uchun tirishadigan, boshqalar maqtagan sari texim tirishadigan, boshqalarning shunday bir, ya'ni boshqalarning maqtashiga, bahosiga erishish uchun tirishadigan shunday bir kayfiyatlar paydo bo'lgan bo'lsa, boshqalarning ham shunday ko'zning ichiga qarab yashaydigan, ya'ni boshqalarning bahosiga, maqtashiga qarab turib, ya'ni tamtiraydigan, ya'ni boshqalar yaxshi desa, maqtasa, o'zining kayfiyatini yaxshi bo'lib, tirishadigan bo'ldi. Lekin boshqalarning o'ziga bo'lgan inkosi, o'ziga bo'lgan yaxshi baholari oz bo'lsa, bahosini tushkilish ketadigan, boshqalarning bahosiga qarab, o'zining kayfiyati turaqsiz bo'ladigan degan o'xshash shunday odat va onglar kuchli bo'ldi bunday odamlarda. Shuningga o'xshash Xudo bilan bo'lgan munosabati quyuq bo'lmagan, ya'ni Xudo bilan yaqin bo'lgan munosabatni o'rnatolmagan, personal munosabatni o'rnatolmaganlar bo'lsa, Xudo bo'lgan tunishi cho'nqur bo'lmaganligi uchun o'ziga bo'lgan haqiqiy tunishga erisholmaydi emasmi? Shunga shaytonning singdirgan shu bayon degan emasmi? Gunohkor tabiat. Shu gunohkor tabiatdagi qulluq, gunohkor tabiatdagi ideya, obraz, qarash, gunohkor tabiatdagi o'lcham, qarash, baho deganlar bilan o'ziga va boshqalarga shuna baho beradigan, qaraydigan, o'zining shu dunyodagi o'lchamlar bo'yicha, dunyodagi narsalar bo'yicha baholaydigan deb bayon degan emasmi? Shunda qaraydigan, mijozida ham shunday birdek bo'lmaydi bunday ahvollarda. Ya'ni muhitga va boshqalarning so'zlariga qarab o'zgarib turadigan, asonlar atrofidagi muhitning, odamlarning, sharoitning ta'siriga uchraydi bundaqlar. Ya'ni turaqsiz keldi.
Öz aldığı muqim bo'lgan, aniq bo'lgan, tonishi, tushunchisi cho'nqur bo'lganligi uchun o'zining tajriba savoqlariga, boshqalarning tajriba savoqlariga, boshqalarning so'zlariga osonla bog'landi bunda odamlar. Boshqalarning ya'ni e'tiqodimi tajriba savoqqa qarab e'tiqod turmush qilgan, ya'ni e'tiqoddan boshqalarning so'ziga bog'lanib yurib, ya desa ya, bu ya desa bu ya, yoki u unda xato ekan desam, uni xato deydigan. Yani o'z cho'nqur bir tushunib, o'z oldiga mustaqil holatda qarshi bo'lmay, o'z oldiga cho'nqur bir tushunchasi bo'lmasdan, asosan muhitning, munosabatning, atrofdagilarning yoki shuna tajriba savoqlarining, shunaqa narsalarning ta'siriga uchrab, ya'ni o'zgarishchan keldi, shularga bog'lanib yashaydigan shundaq ahvollar xudo bilan shundaqlar, ya'ni xudo bilan cho'nqur munosabat, xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tunish bo'lmaslik sababidan shundaq nimalar kelib chiqadi emasmi? Bayda atrofda nima o'zida ifodalanib chiqadi. Shuningga o'xshash yana biz bayon dedik, bizning xudo bilan bo'lgan munosabatimiz to'g'ri bo'lgan va cho'nqur bo'lgan, xudoning so'ziga asoslangan bir munosabat bo'lgan vaqtimizda xudoga bo'lgan tunishimiz ham cho'nqurlashadi, o'zimizga tunishimiz ham cho'nqurlashadi. O'zimizning mavjudligimiz, o'zimizning kimligimizga bo'lgan tunishimiz ham cho'nqurlashadi. Shundaqla xudoning irodasini yetaklashiga ham shu qadar cho'nqur tunishimiz bo'ldi. Xudo har vaqt xudoni yetaklash ichida shuna bir tinish bo'lgan, shuna bir e'tiqod hayotimizni ya'ni tinchlik to'lgan, qalbimiz tinchlik to'lgan. Xudoning so'zidan kelgan xo'shallik to'lgan, shuna bir e'tiqodchilik hayotimiz ham yashaymiz. Lekin xudo bo'lgan tunishimiz, xudoning so'ziga bo'lgan tunishimiz cho'nqurlashmagan ahvol ostida xudo bilan tunishimiz, xudo bilan bo'lgan munosabatimiz zich va quyuq, ya'ni xudoga bog'lanmagan bir hayotni yashagan vaqtimizda hayotimiz aksicha nurg'un narsalarning ta'siriga, muhitga, shunaqa bir dunyoniki iqlimlariga bo'lsin, shunachiq narsalarning ta'siriga uchraydigan, o'zimizni doim tarinib turgan, muhitning, omillarning ta'siriga uchraydigan shunaqa bir hayotni yashaydigan bo'lib qolamiz. Shundaqlar, bundaqlar, ya'ni shunga o'xshash xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tunish, xudoning so'zi orqali yetilgan qimmat qarash, xudoning so'ziga bo'lgan tunish orqali qaragan dunyo qarash, xudoning so'zi ustida qurilgan e'tiqod bo'lgan oilalarda, odamlarda bo'lsa, o'zining oilasida bo'lsin. Chunki xudoning so'zi bilan turgan odamlar bo'lsa, o'zining oilasini biz tuni burdan kelib Instagram chiqargan, haqqoniyning oilasi bo'lsa Gulnar, yomonlarning oilasi bo'lsa yiqilar deganda tafsiliy qilib chiqarib qo'ydim. Shuning o'xshash xudo bilan yaqin bo'lgan munosabatni qurganlar bo'lsa, o'zining oilasini ham xudoning bir hadiyasi, xudo taqqa mehr shafqat iltifot ekanligini tunib yetib, oilasida ham xudoning so'zi bo'yicha, haqiqat bo'yicha, haqqoniylar bo'yicha biz oldin qatimlik 43-44 boblar degan o'xshash xudoning huquqi bo'lgan cho'nqur tunish bo'yicha ota-onasini bo'lsin, mayli farzandini bo'lsin, xudoning uning ato qilgan. Asli u o'zining farzandi emas, xudoning farzandi. Balki uningga vaqtincha xudoning vakili sifatida vaqtincha shu farzanddan oldin xabar olish, tarbiya qilish, yetildirish, shuna bir vazifasini ustuna olgan, xudoning xizmatkori ekanligi bo'lgan cho'nqur tunishi bo'lganga o'xshash, farzandlarga ham shu qadar mas'uliyatchanlik bilan, xudoning so'zi bilan shuna yaxshi bir tarbiyalarni xudoning so'zi bilan yaxshi bo'lgan bir e'tiqodiy bir nimasini qurib turib, bolalarni ham yaxshi xudo bilan bo'lgan munosabatga markazlashtirib tarbiyalaydi. Ham bundoqlar o'zining atrofidagi munosabatlarda bo'lsin, mayli ijtimoiy sohalarda bo'lsin, o'zining xizmat o'rinlarida bo'lsin, do'stlar bilan bo'lgan munosabatda bo'lsin, boshqalarning do'stlarining bo'lsin yoki ish o'rinlarining bo'lsin, ularning muhitiga qarab, boshqalarning gap so'zlariga qarab o'zini qilgan emas, balki o'zining xudo bilan bo'lgan munosabat, xudoning so'zi bilan turib boshqalarga ham o'zining haqqoniylashish bo'lgan ifodasi, pozitsiyasi, mas'uliyatchanligi bilan boshqalarga ham dunyoning nuriga o'xshash, ya'ni xudo aysamas deydi emasmi? Shunga o'xshash xudoning so'zini, xudoning haqiqatan u odamning ustida xizmat qilayotganligini ko'rsatib qila oladi. Shunga o'xshash bir haqqoniy odam xudoning so'zi bilan turgan, xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tushuncha bilan turgan, xudo bilan yaqin munosabat qurgan bir odam
ve onun etrafındaki adamlar bolsa o'xshash şu adam orqali haqqoniylikni, haqiqiy Xudoning so'zini, haqiqatini ham ko'ralaydi, ham o'rganalaydi degan o'xshash. Lekin Xudo bilan yaqin munosabat bo'lmagan ahvol ostida, zish munosabat bo'lmagan ahvol ostida mayli farzand tarbiyasida bo'lsin, farzandlarni ham dunyoning iqimlari bo'yicha, ya'ni dunyoning muhim deb qaragan farzand tarbiyalari bo'yicha alamda shularga adadin ziyoda shularga berilib yurib farzandlarga shuna bir ma'rif, shuna bir nimalar bo'yicha farzandlarni shu qadar dünyadaki nimalar bo'yicha uni o'gitib, uni qildirib shu jaddidan ziyoda besimlarni berish, bu yerda ahvollar kelib chiqadi degan o'xshash yoki aslo qaramaydigan ahvollar kelib chiqadi degan o'xshash. Endi buni faqat bir ifodalar orqali kelmaydi, ya'ni har xil nurg'un ifodalar bor hayotda, nurg'un oilalarning hamma oilalarning har xil ifodalari bo'lganga o'xshash. Ya'ni demakchi Xudo bilan bo'lgan munosabat bizning oilamizda bo'lsin, ijtimoiy jamiyatdagi munosabatlarda bo'lsin, hammasida shu qadar cho'ng ta'sir qildi demakchi. Shuning uchun mo'min qarindoshlarning o'zini ham o'zining Xudo oldidagi nimasini ham texmo mushloq nimalar orqali bir qatim o'ylab chiqgan degan umid bilan bir qatim mushloq bir qisqa video ishlashga to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni o'ylab qoldim, mushloq video ishlasak yaxshi bo'ladi. Amsiga ma'qul qarindoshlar, biz 45-bob olimiyat 45-bobda qayta ko'rishaylik.